Buxoroda fatrli dumg'o'za taomi qayerda tayyorlanishini bilarmidingiz? Bu sirli restoranda sizni energiyaga boy shirador dumg'o'za, uyg'urcha jiz lazzatli xan buxara hamda tojik milliy taomi qurtopning beqiyos ta'mi kutmoqda. Haqiqiy o'zbek gurmanlari yeydigan xan buxara taomini tatib ko'rmoqchimisiz? Siz uchun bu imkoniyat aynan ushbu restoranda. Shaxsan men uchun eng kutilmagan yangilik tojik milliy taomi qurtop hamda uyg'ur jizining o'zgacha usulda tayyorlanishi bo'ldi. Ajablanarli, lekin juda mazali. Dumg'o'za taomining nozik tuzilishi, beqiyos shirasi bilan har bir luqmasi tilni erkalar ekan. Dumg'o'zali maxsus taom yog'li fatr ustiga solinadi. Taomning mazali sharbatlari fatrga singib, har bir luqmasi unutilmas ta'm va zavq baxsh etar ekan. Dumg'o'zaning 1 kilosi 195 ming. Mol go'shtining kachalka qismidan tayyorlanadigan xan buxaraning 1 kilosi 185 ming so'm. Qurtopning bir porsiyasi 70 ming so'm, uyg'urcha jizning 1 kilosi 190 ming so'm ekan. Bu taomlarni qadimiylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan shinam va maftunkor muhitda tanovul qilishning rohatini tasavvur qiling. Manzil Buxoro shahar Gorgaz chorrahadan Carbon Shopping kelaverishda yo'lning chap qismida joylashgan Xan Buxara restorani. Bosh xomiy Aysut sut mahsulotlari aniq lokatsiyasi va telefon raqamini Telegram kanalida qoldiraman.